Assalamu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtolider obunachilari. 2014-yilda ishlab chiqarilgan yaxshi holatda Nexus 2 mashinamizni sizlarga noldan pulsiz qo'yib beramiz. Ya'ni sizlardan hech qanday pul talab qilinmaydi. Eldindan faqatgina pasport olib kelsangizlar bo'ldi. Lekin o'zlaringizdan bizdan ham vaqtimizni olmaslik uchun xalqimiz sizlardan iltimos bir yere gelmesinden eldin kim pasportlarınızı bankdan tekşirtirip adlarınıza kredit çıkamı çıkmıyor şunu bilip gelinglar. Noldan eldinden to'lovsiz deganim, ya'ni buna 1000 so'm pul bermişler. Fakat pasport bilan gelasizlar. Aylık to'lovlaringizni endi şöyle bankda görüp netamiz tahminen 2 milyon 800 bin so'mlardan 3 yil müddete çıkışı mümkün. Maşinimizin ten narxına geladigan olsak 2014-yil Daş zengler hem işlenmeyen Nexia maşinimizin bahası 48 milyon so'm. Maşini vapşi akuratli halatta maşinini ponni heydep görüp teşhiri basanızlar ham bo'ladi. 24 saat işte bo'lamiz. Gelaverasizlar. Maşinimizni esa aksiya qo'ydik. Bu maşinimizni 5 milyon so'm bilan qo'ydik. Maşinimizni pulsiz qo'yib berayotimiz. Ulgurib qolinglar, uspet qilinglar. Bu narsani qidirib yurgan odamlar ko'p. Shunday mashina eldinden to'lovsiz chiqsa aryanni to'lab ketaman deb qiziqib yurganlar tashab qo'yinglar, qidirib yurganlar shu mashina yetib borishlari uchun iloji boricha bana yuvarib qo'ysangizlar hammamiz xursand bo'lamiz.